Tavba, shunaqa ham noinsof bo'ladimi odamlar? Hatto aytib sotish kerak. Sizlar ham shunaqa aldanib qolishni xohlamasanglar, videomizni oxirigacha ko'ringlar. Bitta klientimiz olib kelib berdilar. Original mahsulot, Koreya mahsuloti deb sotishibdi. Savdoni barakasi halollik bilan-da go'zal. 69 kod, bu Xitoy kod. Kelinglar ziponda klientlarimiz uchun yaxshi loyiha aytib ketdik. Boshlaylik. 37 kod, Fransiya mahsuloti qizlar. 88 kod, Koreya mahsuloti. 066, Amerika mahsuloti. 46 kodi, Rossiya mahsuloti. 801 dan boshlanadigan kod qizlarjonlar, Italiya mahsuloti. 86 kod, Turkiya mahsuloti. 800 bilan boshlanadigan kod qizlarjonlar, Angliya mahsuloti. 48 kodi qizlarjonlar, Belorussiya mahsuloti. Ushbu atir O'zbekistonda qadoqlangan qizlarjonlar, jonajon O'zbekistonimizning shtrix kodi 47. Yaqinlaringiz ham aldanib qolmasliklari uchun ushbu videoni ularga jo'natib qo'ying. Buni esa tashlavoramiz. Bundan keyin nima sotyapsizlar qizlarjonlar, albatta shtrix kodlariga ahamiyat berib olinglar.